qadamiga hasanotlar bo'lsin. Alloh egalariga to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlarga shu bo'ladi. Yoqib ishtiroqlaymiz. Eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, başım kavimler, yaşlı güzel, kalpli gülşen. Eski dost yârlar bulsa esneter yoshlilarim. O'ynab o'tgan ko'chalar ham qadashab boshlilarim. Tog'dash Gülzar olur, birge o'sgan yo'llarim, ağlayan ağlar, kırılan yüzlerim, ıslatar bir nazlı düşün, çeker eski dostlar, aşık alimler. Eski dostlar, eski dostlar, aşık alimler. Eski dost yüz yaşta senige olup işe yeteyim. Olsun da. Açılar da.
Rahmat, baxtli bo'linglar. O'sha qaranglar, serfarzand sevdalar bilinglar. Marhamat kutib olamiz. To'ylar muborak bo'lsin.
o'sha qarib baxtli bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Surxon diyorimizning namunali ibratli savollardan To'rdiyevlar savolasiga, ya'ni Mo'min bobom hamda Javhar momomning duolarini olib, rahmatli Sarvar bobom hamda Hadicha momomning duolarini olib, bugun silolada mana shunday chiroyli dasturxon yozgan O'tkir akamiz, Dilfuza yangamiz, Nodira yangamizni xonadoniga tashrif buyurgan. Qadridan qadri baland bo'lgan, oilani ustuni bo'lgan, farzandlari uchun duogo'y bo'lib, duolarni amalni ko'rib turgan nuroniy otaxonlar, hoji bobolar, aka-ukalar. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, munis mehribon onaxonlar. Qo'llarni duoga ochib, duosin ijobatini yaratgan egamdan so'ragan siz mehribon, go'zal opa-singillar va o'qila kelajaklar. Avvalambor barchalaringizni ushbu fayzli ko'shonada ibratli bir xonadon yozgan to'y dasturxonlari atrofida ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar, qadamlaringizga qasamon. Darhaqiqat bugun sulolada yaxshi kun. Aytishadikim, yaxshi kunda qilingan tilaklar, niyatlar ijobatdir. Bugun sulola vakillari yozgan dasturxon atrofida qavmi qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz qo'llarini duolarga ochib, chiroyli niyatlar, chiroyli duolar qilishmoqda. Qilinayotgan niyatlarimiz, tilaklarimiz sulolada amalga oshib, mana shu sulolani faqat yaxshi kunlarda, mana shunday chiroyli, fayzli to'ylarda xonadonda mehmon bo'lishlik barchamizga nasib aylagan bo'lsin. Xonadonilarga to'ylari muborak bo'lsin deymiz. Albatta azizlar, bugun xonadon sohibalari Alloh oldidagi ota-onalik qarz-u farzini bajo aylab, farzand to'ylarini qilmoqdalar. El oldiga dasturxon yozib, sizdek qaddidan qadri baland bo'lgan qadrdonlarni xonadoniga chorlamoqdalar. Albatta davramiz sababchilari bo'lgan Mirjavoldek Durdonaxon, sizlarni baxt kechangiz ila muborakbod etaman. Baxtga, sevgiga yo'g'rilgan bu kecha sizlarga omad, sizlarga quvonch olib kelsin. Albatta bugun mana shunday ulug' kunda sizlarni chiroyli niyatlar ila muborakbod etmoqlik uchun qadam ranjida ilagan har bir insonning qalbidagi chiroyli ezgu tilaklari ijobat bo'lsin deya yaratgan egamdan so'rar ekanmiz. Baxt kechangiz, sevgi oqshomingiz muborak bo'lsin deymiz. Albatta bugun mana shunday chiroyli, unutilmas kun. Nasiba opa qarang, kelin-kuyovlarimiz muhabbatga tayanib katta hayot ostonasiga qadam qo'ymoqda. Albatta. Mana shunday chiroyli juftligimiz, albatta ser farzand, ser davlat, mahallada namunali oila qani desa, mana shu yangi barpo bo'layotgan oilani ko'rsata oladigan, Turdiyevlar sulosasini davom ettiradigan, albatta chiroyli oilalardan bo'lishini tarafdori bo'lib qolamiz. Albatta bugun xonadonga tashrif buyurgan mehmonlarimizni qalbida ham, yuragida ham mana shunday chiroyli niyatlar, dil istaklar mavjudmoqda. Kelin-kuyovlarimizga baxt saodat tilaymiz. Albatta xalqimizda bir chiroyli urf bor. Yaxshi kunlarda mana shunday chiroyli to'ylarni yosh ulug'larning niyatlari bilan, duolari bilan boshlashadi. Albatta sulola vakillari yosh ulug'lardan duo olib, bugun xonadonlarda mana shunday chiroyli dasturxon yozganlar. Hozirgi so'zlar navbatini hurmat va ehtirom bilan sulolani hurmat qilib, bugun sulolada duogo'y bo'lib turgan Tojimurod tog'amizni fayzli daramizga taklif qilamiz. Ilk tilaklarni, ilk niyatlarni suloladagi fayzli to'yimizni tog'alarning duolari bilan, niyatlari bilan boshlaymiz. Albatta xalqimizda shunaqa bir chiroyli naqli bor. Ko'ylakning yoqasi bo'lsin, yigitning tog'asi bo'lsin deydilar. Albatta bugun mana ustoz Tojimurod akamiz chiroyli niyatlarni, chiroyli tilaklarni aytar o'tib bizni yonimizga kelgan ekanlar. Ustoz, avvalambor xush ko'rdik deymiz, chiroyli niyatlarni sizga bog'ladik. Rahmat.
Assalomu alaykum. Hurmatli uzoq va yaqindan mana shu Turdiyevlar sulolasini hurmat qilib kelgan aziz mehmonlar, barchangizning xush ko'rdik deb aytamiz. To'yga xush kelibsizlar. Avvalo men bugun mana shu davrada shu bugungi to'yimizning baholachi sabablarini Mirjalol jiyanimizni va Durdona kelinimizni chin yurakdan tabriklayman. Baxtli bo'lishsin, qo'sha qarishsin, serfarzand bola-juvon bo'lishsin. Bundan tashqari mana shu Mirjalol jonni, Durdona xonlarni voyaga yetkazgan ota-onalari O'tkirjon, Dilfuza singlimiz, mana shularga ham boshlari to'ydan chiqmasin, hamisha mana shunday to'ylar nasib etishini so'rab qolaman. Nimaiki niyat bilan dasturxon yozgan bo'lsalaring, niyatlaring amalga oshsin. Hamisha to'ylarda uchrashaylik. Sizlarning kelganlaringizdan bag'oyat xursandmiz. Hammalaringizga rahmat. To'yimizni bemalol davom ettiraverasizlar. O'tkirjon, ishlaringizga omad. Sizning ham kasbingizga barakat. Ishlaringizga omad. Rahmat Sevgijon. Kattakon rahmat deymiz ustoz. Tashakkur, sog' bo'ling, omon bo'ling. Yoshlarimiz uchun bildirgan har bitta tilaklaringiz ularning hayotida ham nafas bo'lsin. O'tkir aka, to'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz bardavom bo'lsin. Mana bugun chiroyli qilib el oldiga dasturxon yozingiz. Eldan olganini elga beryapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki O'tkir akamiz ham elning xizmatini qilib, elning duosini olib, eldan olib elga berib kelayotgan aziz insonlardan. Qolaversa, kuyov yigitimiz Mirjalolbek o'zimizning shogirdimiz, o'zimizning o'quvchimiz. Durdonaxon, bitta narsani aytaman, kelin po'sha Mirjalolbek bizning Qumqo'rg'on tumanidagi 11-bolalar musiqa va san'at maktabida mana shu ham akasi, ham ustozi Jasurbek Turdiyevdan bilim saboq olgan eng mas'uliyatli insonlardan, mas'uliyatli yigitlardan. Doim oldiga qo'ygan maqsadiga erishgan, mas'uliyatli, bir so'zli, qat'iyatli, matonatli, mard yigit desam mubolag'a bo'lmaydi. Mirjaloljon o'g'lim, baxtli bo'ling, saodatli bo'ling deyman. Yana bir bor sizlarga eng chiroyli baxt ham nafas bo'lishiga tilakdoshman. Albatta bugun Turdiyevlar sulolasida unutilmas kun, ta'lim zaruratlariga muhrlanayotgan lahza. Albatta bu sulola san'atga yaqin san'atkorlar, ustoz san'atkorlar sulolasi. Bugun mana shunday chiroyli unutilmas kunda sulolani hurmat qilib, ko'plab san'atkorlarimiz xonadonda mehmon bo'lib turibdilar. Chiroyli fayzli davrada, albatta chiroyli qo'shiqlari bilan xalqni qalbiga, yuragiga kirib bora olgan, chiroyli ovoz bilan xalqqa manzur bo'lgan estradamizning yorqin yulduzlaridan, albatta chiroyli qo'shiqlari bilan, albatta xalqni qalbidan joy olib borayotgan, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini muxlislariga ega bo'lgan Bekzodjon Berdishukurovni mamnuniyat ila sahnamizga taklif etamiz. Shu qatorda bitta narsani mamnuniyat ila aytaman. Jasurbek Turdiyev ham xalqning xizmatida yurgan inson. Bugun O'tkir akamizni, Jasurbekni hurmat qilib, ko'p san'atkorlar bugun to'yga tashrif buyurgan. Bugun to'y emas, gala konsert bo'ladi desam ham bo'laveradi. Shuning uchun to'yimizni chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda o'tishi nafaqat san'atkorlarga, balki siz aziz mehmonlarga ham bog'liq. Demak, chiroyli tarona ila davramizni boshlar ekanmiz. Yoshlarimizga o'z joylariga o'tirishlariga ijozat berganmiz. Yaxshi kayfiyat hamrohlaringiz bo'lsin. Chiroyli tarona ila Bekzodjon Berdishukurovni sahnamizga taklif etaman. Xonadon mehmonlariga xush kayfiyat tilaymiz. Marhamat. Rahmat, sog' bo'linglar. Xonadon egalariga to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimizni baxtlaymiz. Yoqimli ishlar tilaymiz. Jasurbek to'ylar muborak bo'lsin. Qo'sha qarasin. O'tkir akamizga ham to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun bo'ladi.
sevgilerdi Kalıp gitme dualarıya Güzel sevgilerdi Kalıp gitme dualarıya Sağın sen Suratımga qarab qo'yga Sog'in sen Yig'lamaga kulib qo'yga Aytmagan sana javobini qizg'anding murmoningni Aytmagan sana javobini qizg'anding murmoningni Ushlatmayin barmog'ingni Qayga bosding xayolingni Ushlatmayin barmog'ingni Qayga bosding xayolingni Sog'in sen Suratimga qarab qo'yga Sog'in sen Yig'lamaga kulib qo'yga Choy ichma Oson ekan sizga jonim qizlar kechma Ko'ngil yaqin manzilli kuloylar uzoq Ketmakda muhabbatdan bizga uzoq Sog'in sen Suratimga qarab qo'yga Sog'in sen Yig'lamaga kulib qo'yga Sog'in sen Suratimga qarab qo'yga Sog'in sen Yig'lamaga kulib qo'yga Davam etamiz Allah'a. Ayrılsa sevgilim Susarı şeker Dilimden düşmez hiç Kıyırsın kızım Hainge saçayım Alemli güllerim Kilemli yıldızlar Otağda türlerim Güzelsin Güzelsin, aslanımsın Dünyada bilgiyen sevgilimsin
bu umrim hayatım Sekalım yelkesi kalbimni bekesi Nazanıp yarımsa güllerimni sarasın Gözlerimsa Güzelsin, hasensin Dünyada bir yok sevgilimsin Güzelsin, hasensin Dünyada bir yok sevgilimsin Güzelsin, hasensin Dünyada bir yok sevgilimsin Yaşlarımızga vaqt beramiz, davom etamiz To'ylar muborak bo'lsin do'stlarimiz. Tullozik taxti qo'lingga Tullozik muboraksin Tullozik
vali bo'lishga bir bor kerak bo'lishga vaqtimiz rahmat. İzzatjon Ziyadashkurov. Tashakkur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlarimiz. Visol oqshomi to'yxonasiga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasonat. Yoshlarimiz oila deb atalmish muqaddas dargohga qadam qo'yib turibdi. Ilohim qadamlari qutlug' bo'lsin. Baxtli bo'lib, taxtli bo'lib, shirindan shakar farzandlarning ota-onasi bo'lib bo'lsin. Biz tegada ko'rmaydi, kutamoqqa turib olaylik. Ilohim baxtli bo'linglar. Shunaqangi baxt topinglarki, hammani ko'rib havas ketsin. Davom etamiz. Yulduzli osmonga termulib bor. Yaratgan Allohdan shuni so'rayman. Dunyoda qanchalik kulgi, quvonch bor. Ularning barini siz qadrdonlarga tilayman. Albatta, bugun ushbu to'yga qutlug' qadaminglar, qadam ranjida aylagan har bitta mehmon qalbiga bir chiroyli shukronalik ila niyatlar, tilaklar tugib kelgan. Shunday ekan, navbatda ajoyib tilak, istaklarga, ezgu niyatlarga bog'lar ekanmiz. Mamnuniyat ila tabriklash uchun sizni Tibbiyot birlashmasida Erkinaga parda idoramizning aziz mehmoni, xalq ta'limida xodimlaridan, ustozlardan 20-sonli Umurtado ta'lim maktabi direktori Murodaga Rahmonqulov davramizning aziz mehmoni. Demak, bugungi sulolani vakillarini, to'y egalarini chin yurakdan tabriklaymiz. Xonadon egalariga to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. albatta azizlar, shu qatorda bitta narsani aytaman. O'tkir akamiz tumandagi 20-o'rta ta'lim maktabida ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan aziz mo'tabar ustozlardandir. Marhamat, ustoz kelasiz, chiroyli niyatlar sizlarga bog'landi. Rahmonqulov Murod akamizni ham davriga chorladik. Marhamat. Assalomu alaykum, kelib turing. O'zlar salga chib keldik. To'ylar muborak bo'lsin. To'y egalariga bir qarsak chalib turinglar, iltimos. Ha, mana bu qarsak desa bo'ladi. Halisha xonadonda xursandchilik bo'lsa davom etamiz, ustoz, keling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun Turdiyev xonadonida yaxshi bir tantana. Shu tantananing sababchilari mana kelin kuyovlar. Ularga baxt tilaymiz, sog'lik salomatlik tilaymiz. Nasib bo'lsa, sher farzand, sher davlat bo'lsin. Xonadon sohiblariga ham uzoq umr, nasib bo'lsa qo'sha qarisin. Mana shunday to'ylarni berib charchamasin. Hammalaringizga sog'lik salomatlik. Rahmat. Teşekkür. Keling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun O'tkir akamiz xonadonida katta bir shodiyona, katta bir tantana, xursandchilik. Bu xursandchilikning sababchisi mana jiyanimiz, nevaramiz Mirjaloljon uylanyapti, visol to'yi. Mana shu visol to'yi bilan, shodiyona bilan, quvonchli kun bilan Turdiyevlar sulolasini O'tkir akamizning hamkasblari 20-maktabning o'qituvchi xodimlari nomidan, qolaversa do'styorlar nomidan, qavm qarindoshlar nomidan shu oilani tabriklashga ruxsat berasizlar. Mana shu yangi qurilayotgan oilaga ota-bobolarimizning tilaklarini tilaymiz. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin, ser farzand bo'lsin, ser davlat bo'lsin. Hamisha topganlari shunday yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Soliha farzandlarning ota-onasi bo'lsin. Turdiyevlar salolasiga munosib farzandlarni voyaga yetkazsin. O'tkir akamiz bilan ko'p yillardan buyon ishlaymiz. Mana shu kasbiga baraka bersin. Shogirdlari nomidan ham tabriklaymiz. Hamisha shunday kunlarda, yaxshi kunlarda shu qalam bilan jazm boshchi bo'lib yursin. Shunday kunlarni ko'p ko'rib yursin. Rahmat nasiblar. Teşekkür, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi niyatlar, ajoyib tilaklar barchasi mana shu xonadon ahliga baxtli kelajaklarga bo'lsin. Albatta, shunday ekan azizlar, foizli davramizni davom etkazamiz.
Allah nazari tushgan go'zal go'shaning qutlug' xonadonlarida mehmonlarimiz kelib chiroyli niyatlar bildirar ekan, buni barchasini ijobatini Allohim bersin deya endi navbatni men ajoyib qo'shiqlarga bog'layman. Boya Azimjon shogirdimiz bitta narsani aytdi. Turdiyevlar sulolasi san'atkorlar, san'atsevar sulola deya. Bugungi kunda mana shu ukamiz, shogirdimiz Jasurjon Turdiyev tumandagi 11-bolalar musiqa va san'at maktabida xalqimiz farzandlariga san'at sirlaridan bilim, ilm, saboq berib kelyapti. Shu qatorda O'lkishimni farzandlari mana shu Turdiyevlar sulolasining eng chiroyli oqila qizlari Nozimaxon hamda Shodiyobonular bugun akasiga o'zini bir chiroyli qo'shiqlari bilan tabrik sifatida musiqiy tabriklarni taqdim etadilar. Mamnuniyat ila men mana shu go'zal qizlarimizga qo'shiq navbatini bog'layman. Singillarim kelinglar, tayyor bo'linglar. Mana shu qizlar bitta chiroyli she'r bor ekan. Baxtning qasri siz uchun oltin eshigim ochilsin. Shirin kelin bo'lsin deb yangalar sochiq sochsin. Siz kelgan bu xonadon yanada chiroy ochsin. Yangi uyga bekalik qutlug' bo'lsin yangajon. Tashakkur olqishlaringiz. Balki yo'qlamasman kunda bir bora, har kun bir so'zni o'ylab yuraman. Bugun qalbimdayin etaman oshkora, ammajon sizni yaxshi ko'raman. Hech sinov qaddingiz bukilmas biling, yoningizda tirgak bo'lib o'zim turaman. Hech qachon ko'zingizga yosh olmay kuring, ammajon sizni yaxshi ko'raman. Ammalar bormi davramizda? Qani qarsaylar? Qarsaylar bo'lsa. Chiroyli qo'shiqlar singillarim ijrosida. Marhamat. Marhamat. Sen gulbop bo'l, gulbop.
Olqishlaringiz qani? Mana shu go'zal, ajoyib qizlarimiz endigina san'at ostonasiga qadam qo'yyapti. Ilohim kelajagi porloq bo'lsin. Shu qatorda ma'lumot uchun yana bitta narsani aytaman. Ikkala qizni go'zal qo'shiqlarni tingladingiz. Nafaqat bu qizlarimiz qo'shiq aytadi, balki milliy so'zlarimizdan bo'lgan dutor nolalarini shunchalik chiroyli qilib maromiga yetkazib chaladiki, mana shunaqa chiroyli san'atsevar xonadonning oqila qizlariga omad hamisha yor bo'lsin deymiz. Albatta, azizlar, bugungi shodiyonimizni mana shunday go'zal narsalar, go'zal onlar bilan davom qilamiz. Yana bir bor bugungi fayzli shodiyonimizda Shahzoda Sixanda malikasi baxtli kelin kuyovlarimizni oqshom bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Oila aslida muqaddas daryo, pokilar qadam bosar ostonasiga. Ne taqdirlarni bog'laydi nikoh, umrin yozib qo'yib peshonasiga. Qo'llariga taqilgan tilla uzuklar totuv yashashning sirli muhridir. Dunyoni allalar oltin beshiklar, ota-ona baxti mehridir. Ishq ko'shki sultoni malikasiday umr kechirmoqqa qiling ahdi paymon. Boshlari uzra sotsin nurin quyosh oy, sizga saroy bo'lsin yulduzli osmon. To'ylar muborak bo'lsin. Albatta, Asrorxon bitta narsani aytay. Bugun mana bu to'yda eng baxtli inson kim deb o'ylaysiz-a? Bugun fayzli shodiyonimizni eng baxtli insonlari, adashmasam bugungi fayzli oqshomni hammadan ko'ra ko'proq kutgan insonlar, bugungi kechamizni rasman qirolichalar desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni kim kelin kuyovlarimizni onajonlar albatta. Albatta, onajonlar bu kunni qanchalik kutgan. Chunki ikkalasi ham bugun qaynona degan katta bir unvonni yana bir bor qo'lga kiritdi. Shunday ekan, men mana shu kuyovimizni onajonisini Dilfuzaxonni yonimga taklif aylayman, shuning bilan birgalikda Durdonaxonni kamolatga yetkazib, bugun baxti kamolni ko'rib turgan Xudo xolamiz kelinimizni onajonisini ham davramizga taklif etamiz. Albatta onajonlarimiz davramizga taklif etamiz. Muhabbatdan so'z ochsangiz onadan boshlang. Chunki onasini yaxshi ko'rmagan yigitning muhabbati yolg'on. Onajon, siz yozib bo'lmas, gapirib bo'lmas, aytib bo'lmas muhabbatsiz. Sizni mehringiz tugamaydigan, to'xtamaydigan daryoga o'xshaydi. Qani endi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy qila olsa seni umringni roziman. Onajon, iloji bo'lsa senga qo'shib bersa meni umrimni. Bir kechalik allang hurmati uchun 100 yillik umrimni bag'ishlasam, kam ko'chirsam, qalbingga qalbimni kuchun qarzim uzilmasdan qolib shunda ham. Mabodo bo'lsaydim, zo'r haykaltarosh senga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim, mohir bir naqqosh surating chizardim, berib 1000 sayqa. Onajonlarimiz uchun qanchalar she'riy bitiklar, qanchalar chiroyli so'zlar borki, uni aytib adomiga yetmaymiz. Albatta, ayolni ona, ayol bunyodkor. Ayollarimiz sabrdan ko'ylak bitsalar, shukurdan andaza oladilar. Shu bois ham mana shunday go'zal va latofatli ayollarimizni mo'tabar ayol, mehribon ona deb ataymiz. Kelin va kuyovlarimizni biz ohista davraga chorlaymiz. Onajonlar uchun minnatdorchilik guldastalari bor ekan, aytadilar: onaga gul bering, toki o'sha gul muhabbat bog'ida ochilib tursin, nag'masoz aylasin sha'niga bulbul. Ayol ham, ona ham gul kabi ochilib tursin. Bugun birlari o'g'il, birlari qiz farzandni dunyoga keltirib, eng baxtli bo'lib, baxti kamolni ko'rib turgan onajonlarga farzandlarning minnatdorchilik guldastalari taqdim etilar ekan, mamnuniyat ila sahnamizga Sevara xonim Abdurahmonovani taklif etib, bu mening onam deya aylagan xonishlari, chiroyli onajonlarimizni tarannum etuvchi qo'shiqlar ila davramizga foiz bag'ishlaymiz. Marhamat, sizlar uchun asl sevar guruhi ajoyib qo'shiqlar taqdim etiladi. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat.